Yo'q, Idlibda demokratiya-ku. Kelib, Idlibda ko'rganda gapirasiz, to'g'rimi? sizni yoningizda mening tanishlarim bor. Muhiddin Jabali Turkmanga nimaga chiqib ketdi? Kim ekan tanish? Yo'q, aytsam sizlar uni quloq deb so'yasizlar. Biz qo'ymay qo'yganmiz. So'ya olmaysizlar-da. Sizga so'y desa so'yasiz. So'y desa so'yasiz. Siz faqat o'tda qo'g'irchoqsiz. Sizni tur desa turasiz, o'tir desa o'tirasiz. Va robot kelsa robot bo'lasiz. Jangda so'yamiz. Nima qilay, hali sizlarga ham so'yamiz inshaalloh. Robot kelsin. Hali sizlarga ham so'yamiz. Bitta SMBga qaratib qo'yib, bitta sizga qaratib qo'yib, bitta SMBdan bittasidan qilib so'yib ketamiz. Hali u kunlarga ham oz qolyapti inshaalloh. Bir jamoat chiqadi, yosh bo'ladi, aqli past bo'ladi. Bizni tilimizda gapiradi. Xoyrul bariya bo'ladi. Xoyrul bariyani gapini gapiradi. Musulmonlarning gapini gapiradi. Lekin butparastlarga tegmaydi, musulmonlarni o'ldiradi deganlar. Payg'ambar alayhissalom. Aroraga Shunday. Oyatlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan bo'ladi. 1400 yil oldin. Xo'p. Shu oyatlar hozir ishlaydimi? Bizga o'tadimi? Mutlaq ma'noda bunaqa savol noto'g'ridir, chunki oyatlar o'tadi. Sizlar men aytib turingda, siz gapni aylantirmay turinglar bor ekan. Siz hammani bilib tushaysiz ekan. Bu safar endi meni eshiting. Siz yo ha yo yo'q deb javob bering. Bunaqa javob bo'lmaydi. Bunaqa masalan deylik, bir oyat bor, hozir o'tmaydi. Bir oyat bor, hozir o'tadi. Qaysi oyatlar o'tmaydi hozir? Masalan, Mujodala surasida ya'ni faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqah degan oyat bor. Faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqah. Payg'ambar bilan agar alohida pichirlab gaplashmoqchi bo'lsanglar, oldindan pulini to'lab qo'yinglar deyapti, ya'ni Alloh taolo. Sadaqat qilishlikka buyurdi. Payg'ambar bilan suhbat qilish uchun, mana umumiy suhbatga emas bu. Sahobalardan ba'zilari kelib payg'ambar alayhissalomni alohida chaqirib olib gaplashib o'tirardi. Boshqalar manfaatdan qolardi. Shunda Alloh taolo o'sha alohida gaplashib o'tiradiganlarga oldin pulini to'lab qo'y dedi. Ya'ni kambag'allarga pul beradi, sadaqat beradi. Keyin Rasululloh bilan alohida o'tirib gaplashish huquqiga ega bo'ladi. Keyin Alloh taolo va illam tajidu fa innalloha g'afurur rohim dedi shu oyatning davomida. Agar pul topolmasangiz, Alloh taolo kechiruvchi zotdir dedi. Mana shu oyat yuqoridagi oyatning hukmini nasx qildi. Gapni aylantirishmasda birodarlar. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida ishlagan bu oyat endi hozir ishlamaydi, chunki Rasululloh sallam oramizda yo'q. Yo'q bo'lsalar ham payg'ambar alayhissalatu vassalomning hadislari bor. Al ulama varathatul anbiya degan. Payg'ambarlarning merosxo'ri ulamolar bo'ladi. Agar o'sha oyat hozir ham ishlasa, ulamolar bilan alohida gaplashish uchun pul to'lash vojib bo'lib qolardi. O'sha vojiblik tugadi. Hazrati Alidan alohida radhiyallohu anhudan rivoyat bor. Ali aytdilarki, Qur'onda bir oyat bor. Mengacha ham hech kim unga amal qilmagan, mendan keyin ham hech kim amal qila olmaydi deganlar. Qaysi oyat? Mana shu oyatda aytganlar. 10 dinor pulini tugatib olay rivoyat. Men beryapman, mayli bu nima bo'lsa men savolni siz javob berasiz. Men tushunib ketyapman siz. Mavzuni tugatib qo'yay. Hazrat Alining gaplarini gapiryapman-da. Sizga ham, bizga ham hammamizga ilm bo'lib qoladi. Ali roziyallohu anhu hurmatini eshitamiz. Shunaqa deganlar. 10 dinor pulim bor edi. 10 ga bo'lib 10 marta payg'ambar alayhissalatu vassalomdan alohida masala so'rab oldim deganlar. Keyin fa illam tajidu fa innalloha g'afurur rohim oyati nozil bo'ldi, tepadagi nasx bo'ldi dedilar. Endi yuqoridagi savolingizga xulosa, gapni aylantirganim yo'q. Iltimos, haqorat qilmang. Men oyatni bekitganim yo'q. Savolingizga ko'ra aytaman. Muhkam so'zni eshitmadi shekilli. Eshitdim-da, aylantirma deyapsiz. Men prosta yoshingiz hurmat qilib yaxshi gapiraman inshaalloh. Yo'q, aylantirma deyapsiz-ku, men aylantirmayman birodarim. Yo'q, endi haligi ko'p yerda aylantiravasiz. Hech qachon aylantirmayman. Haligi birodarlarga ham zeriktirib qo'ymaylikda. Hech qachon aylantirmayman, do'stim, birodar. Qilib ketaverasiz.
bo'lasiz inshaalloh. Hech qachon Qur'onni bir payg'ambar alayhissalomga borib qisqaroq gapir demagan hech kim. Haqqi yo'q bunga. To'g'ri, bu payg'ambar alayhissalomga aytilmaganda sizga aytilaveradingiz. Yo'q, siz payg'ambarning siyrati haqida, Qur'onning oyati haqida so'rayapsiz. Qur'on payg'ambarga tushgan. To'g'ri. Hozir biz asosiy savolga o'taylikda. Endi menda asosiy yana savol borda. Yo'q, ana savolga yetmadik-ku. Men sizga savol berayin deb. Fitnalar bobiga Sizga. Xo'p, o'tamiz. To'xtang. Yoshingiz mayli mendan kichkina ekan, eshiting. Siz bergan savol bo'yicha ilmiy javobni oldingizmi? Men o'zimga yetarligini oldim. Nima tushundingiz hozir? Xo'p, nima masalan? Payg'ambar alayhissalom davrida nozil bo'lgan oyatlar bugun ham hammasi ishlar ekanmi? Chemayligan, mashalloh. Bittasi, u bittasi. Yana bor. Nechta bor yana? Buni to'liq kirishmaylik aka. Nimaga ilm? Bu ilm bu sizga emas, boshqa odamga kerak. Yo'q, to'g'ri. Siz hozir aka vaziyatdan chiqib ketib qolasiz. Tushunmayman. Yo'q, sizga boshqa odamga so'z yo'q. Bugun siz bilan gaplashamiz, eshiting. Qur'onda mutlaq oyatlar bor. Eshiting, eshiting bu ilm. Sizga oyatlarga men o'zim o'taman. Hozir shu oyatlarni bir sekin ta'sirlab inshaalloh. Nima qilmasdan yetkazib bersiz bo'ldi. Nima maqsadingiz eshitishmasdan, maqsadingiz savol berishda, qara, shunaqami? Savol berishda meniki, savol eshitishmasmi? Olib oldim. Javob olmadingizki. Siz ertalabga gapirsangiz meni vaqtim yo'q debdi. Ertalabgacha gapirmayman. Menga berilgan savolga siz emas, siz zotan olmasligingiz taxminiy qilib turibmiz, chunki sizga o'xshaganlar olmagani uchun qo'liga qurol ko'tarib musulmonlarni o'ldirib yuribdi. Boshqa odamlarga biz ilm bermoqchimiz. Siz bergan savolning natijasida. Meni batareyam juda ozligi uchun sizga savol berib nima qilay, o'chib qolsa qochib ketdi degan gap bo'lmadi. Hech qachon sizni qochib ketdi demaymiz. Aka, Alloh subhanahu va taolo Anfal surasi 39-oyatida to yer yuzida fitna bo'lmaguncha va butun din Allohga bo'lmaguncha mushriklarga, ya'ni kofirlarga qarshi jang qilinglar deganda oyat. Xo'p. Shu oyat qanday ta'sirlab beradi? Nammas. Hozir fitna bo'lyapti, bormanglar deyapti. Biz fitnani yo'qotamiz deb jang qilib yurib, sizlar fitna bo'lyapti deyapti. Kim bilan jang qilyapsiz? Holbuki O'zbekistonda fitna yo'q. Kim bilan jang qilyapsiz? O'tdagi fitnadan murod nima? Mushriklar bilan deyapti. Ha? O'tdagi fitnadan murod nima? Mushriklar. Oyatni arabiysini o'qingchi. Biz o'zbekchasini o'qib berdim, arabchasini bilmayman. Arabcha bilmaysizmi? Arabcha gapirishni bilaman, endi bizlarga o'sha kitob ochib o'qib o'tirganimiz yo'q deb, bu yerda ummat xizmati uchun jang qilib yuribmiz. Ummatga zarar beryapsizlar, o'zingizlar bilmayapsizlar. Qanday qilib biz zarar berishimiz mumkinki, agar Bashar Asad bilan Rossiyaga kelib mo'minlarni bombard qilsa, biz qanday ziyon berishimiz mumkin, bular himoya qilganmiz. Qishloq himoya qilyapsizlarmi? Sizlar u yoqda o'tirib olib, ummat to'xtab tursa, mana hozir bitta Anfal surasi 39-oyatini tasvirlab, dalillar keltirib qo'ying, qani fitna bo'layotgani. Magar O'zbekistonda fitna bo'lmasa, menga ayting mana hozir. Aytingmi mana savolni beryapsiz-da, javobni eshitdingiz yo'q-da. Anfalni eshitdim mana Anfal surasi 39-oyatiga, Tavba suralariga bitta ko'p savol beraman. Yo'q, siz bu oyatlarni yo bir chekka surib qo'yish kerak bo'lyapti. Yo'q, olish kerak bo'lyapti. Siz olmayapsiz-da. Yuqorida o'z olganingiz yo'q. Biz olamiz, mana Anfal surasini men olib kelganman men. Men chunki Robbimning bitta oyatiga, bitta alif oyatiga men itoat qilib kelaman-da. Qilganman, alhamdulillah, bundan kelamiz. Biz kerakini olib, kerakmasini otib ketadiganlardan emasmiz inshaalloh. Biz hammasini teng olamiz. Xo'p. Arabchasini bilmaysiz-a? Biz shu Anfal surasini eshitib, men yugurib kelganman. Bu yerda ma'zumlar baqir-chaqirlik yig'ilib chaqirdi. Sizlar bu yerda fitna bo'lyapti, u bo'lyapti, mo'min. Siz Alaviy shiyalarni mo'min deya olasiz? Shiyalarni mutlaq kofir deb bo'lmaydi. Siz Alaviylar bo'lsin, mana biz bilan qarshi musulmonlarga qarshi so'yayotgan, zo'rlayotgan, hatto bizlar qo'ymayotgan, ular mo'minmi? Yo'q. Vallohi bular kofir. Yo'q, siz nima muftiymisiz? Alhamdulillah biz bilamiz. Alloh subhanahu oyatda eslatib qo'ydi. Qanday qilib Alini Allohga chiqarganlar, qanday qilib Zaynabni Allohga chiqarganlar, Zahro onamizni Allohga chiqarganlar, qanday qilib mo'min bo'lish mumkin? O'shani iloh demasa, Zaynab onamizni iloh demasa, sahobalarni so'kmasa, Oysha onamizni haqorat qilmasa, ular ham kofir bo'ladimi? Bular endi kofir bo'lmaydi. Biz bilan jang qilayotgani so'kadi sahobalar, Umar roziyallohu anhu so'kadi. Siz kimsiz? Siz masalan, bo'pti, shariat bo'yicha siz savol berdingiz, oyatni ham eshitmasdan yangi narsaga o'tib ketyapsiz, do'stlar. Tamam, mana shu oyat Anfal surasi 39-oyatini gapiring. Nima? Siz men to'tiqushman, xohlagan joydan to'xtatib, xohlagan joydan o'tib ketadigan.
Gaplashasizmi bilan? Hali javob nima dedingiz? Anfal surasi. Siz eshitmayapsizki? Eshitmayapsizki? Bo'ldi, mana eshitmayman. Yo, menga hozir Eshitmayman man. yo, hozir shiyalarga o'tib ketdingiz, ruslarga o'tib ketdingiz, Bashar Asadga o'tib ketyapsiz. Qur'on oyatini so'rayapsiz, javob beraman deyapman. Yo'q, sizni gapingizga kirib, men mo'min bular kofirmi deyapman-da. Xo'p, oyatni so'raysizmi, mo'minmi, kofirmi? Sinirlaringiz zo'rlab tursa-yu, siz bu yerda Meni singlimni zo'rlayotgani yo'q bular. Meni singlimni zo'rlamayaptimi? yo'q, zo'rlamayapti. Siz bu yerda Shomda siz singlingiz yo'qmi? Shu Somdagi hammasi meni musulmonlar, singlim hammasi. Nimaga unda zo'rlasa zo'rlamayapti? Men sizga musulmondagi singillarimni, men sizga musulmondagi Idlibdagi singillarimni arabcha gapini qo'yib beraymi sizga hozir? Sizni qilayotgan ishingiz noto'g'riligini, siz Idlibdagilar emas ular. Bo'ptimi? Idlibda ekanmi? Qani dakazat bormi? Boshqa bir yo'llab o'tirib nima qila olmayman. Bu yerda mana biz ham uylanganmiz, alhamdulillah, o'zbeklarga bo'lsin, ansorlarga bo'lsin. Hech qanaqa nimasi yo'q. Ketmanglar, iltimos, ular ketsalar Bashar biz zo'rlab tashlaydi deydi ansor. Ketmanglar, iltimos deydi. ha, endi eshitmas ekansizda. Hozir eshitaman dedingiz, maqsadingiz eshitish emas. Anfal surasini mana eshitdik dedim. Yo'q, siz hozir Alloh oyatini keltirib qo'ydi. Allohning oyatini ochib kutib o'tiribman. Javob bermoqchiman. Siz Bashar Asadga o'tib ketyapsiz. Ruslarga o'tib ketyapsiz. Singillarimiz zo'rlayapti deyapsiz. Biz bu yerda singillarni qo'yasiz. Siz Anfal surasiga o'ting. U oyatmi? Anfal shuni aytyapman. Anfal surasiga javob bermoqchi bo'lganman. Siz boshqa tomonga o'tib ketyapsiz, eshitmayapsiz. Tamam, biz Anfal surasiga o'taylik. Xo'p, Anfal surasi. Chekadanda hozir Anfal surasiga keyin yana bor. O'zbekiston to'g'risida ham bor. Xo'p, O'zbekiston to'g'risida ham bor, to'xtatib. Qarang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. Mana shu oyat. Ha? Tafsir Jalolaynda Jalolni o'qib bersam maylimi? Alo. Jalolayndan o'qib bersam maylimi? Bismillah, siz nimadan o'qisiz o'qing, shu Anfal surasiga nima kelsin bu. Xo'p. وقاتلوهم حتى لا تكون يعني توجد فتنة شرك ويكون الدين كله لله وحده لا يعبد غيره فإن انتهوا عن الكفر فإن الله بما يعملون بصير فيجازيهم به diyapti mana. Bo'ldi, ochib oldingizmi? Aha, ketdi. Ochib oldim ben. Lug'aviy ma'nosi. Tafsir Jalolaynda Jaloliddin al-Mahalliy aytayaptilar. Waqatiluhum, ular bilan urushing. Qurolli jang bu. Hatto qachongacha bo'ladi? Hatto la takuna fitnatun, ya'ni fitna bo'lmagunga qadar. Fitnadan murod nima? Fitnadan murod bilasizmi nimaligini? Ayting, kofirlar fitna qilmasligi uchun, o'rtaga fitna tashlab mo'minlarni maqtmaslik uchun. Nima qilmaslik uchun? Fitna nima? Fitnani bilasizmi nimaligini? O'rtaga fitna solib ikki mo'minni bir-birini urushtirmasligi uchun. Siz tafsir ko'p fitnani ma'nosi. Mana shu oyatda nima? Mana shu oyatda nima? Fitnaning ma'nosi nima? Siz mana shu oyatni eshitib chat bordim deyapsiz. Sizni aldashgan bo'lib chiqsa hozir qaytib kelasizmi? Mushriklar, kofirlar, ya'ni fitna qilib musulmonlar o'rtasini bo'lmaslik uchun aytdi. Qani bu musulmonlar o'rtasida bo'lmasin degan oyat. Sizga savol, do'stim. Agar mana shu oyatni eshitib men Suriyaga keldim, mana musulmonlarga yordam beryapman, bitta oyatni eshitib yugurib keldim dedingiz, mana shu oyatga ko'ra siz qilayotgan ishingiz noto'g'ri bo'lsa, ya'ni musulmon iymoni bilan hozir tavba qilib orqaga qaytasizmi? Hozir xato qilgan bo'lsangiz. Urf Falastinga borib Siz oyatni masxara qilyapsizmi? Yo'q, masxara qilmayapman, chunki bu yerda Shomda ishlar bo'lgan bo'lsa, Falastinda ishlar bo'lmayapti. Falastin ham Shom. Men mana siz menga oyatda sekin nima qilib berasiz, tafsirlab berasiz, meni ham javoblarim bor, men hozir kitobda o'qib o'tiribman. Yo'q, kelishib olaylik-da. Keyin men xato aytsa xatolarni to'g'rilab ketaman. Kelishib olaylik-da. Kelishib olaylik-da. Agar o'sha fitna
degan gapni ma'nosini bilmayapsiz. Ya'ni mu'minlar o'rtasiga fitna solish deyapsiz. Bu oyatdagi fitnadan murod shirk. Aha. Bu oyatda ko'zlangan maqsad shirk. Hatto shirk bo'lmaguncha Aha. ular bilan urushing deyapti. Agar ular to'xtashsa, shirkdan, kufrdan to'xtatsa, Alloh taolo kechiruvchi zot. To'xtang. Fa innalloha bima ya'maluna basir. Nima qilayotganingizni emas, nima qilishayotganini bilib turuvchi. Nima qilayotganlarini, ha? Qilayotganingizni emasda oyatni xohlaganday bura olmaymiz do'stim. Nima qilayotganlarini ko'rib turuvchi zotdir. Demak, to'xtashsa, ya'ni bu yerda qotala kalimasini arab tilida ma'nosi bor. Qotala bu ikki tarafdan bo'ladigan mujodalaga aytiladi. Ya'ni Alloh taolo bu yerda faqtuluhum demadi. Waqtuluhum hatta la takuna fitnatun demadi. Ularni to fitna bo'lmagunga qadar o'ldiringlar demadi. Nima dedi? Qatiluhum dedi. Ular bilan jang qiling dedi. Ya'ni jang. Ular jang qilsa jang qilasiz. O'rtada to shirk bo'lmagunga qadar. Agar ular to'xtasa, to'xtaysiz. Alloh ularni nima qilayotganini o'zi biladi. Kofirlar to'xtagan yo'q. Yo'q. Endi siz nimaga o'zingizga buryapsiz oyatni? Hamma o'ziga tushiradi, masalan, sen ham o'ziga turasan. Men tushunmayman. Bu oyat sizga, menga vaqt kelgan paytda ishlatadigan bu narsa emas. Bu oyat Allohning kalomi. Qatiluhum va qatiluhum bu musulmon ummatining ish boshilari, muftiy fatvo beradigan masala. Siz o'zingizdan o'zingiz qo'lingizga Qur'onni ko'tarib olib, ana falon joyda musulmonlarga qarshi zulm bo'lyapti deb Xitoyga borib janjal qilishga haqqingiz yo'q. Ulamolarda, u nima ashina muftiylarda, saroy mullalari bo'lsin, boshqalar bo'lsin, bundan ib o'tkazib olgan bo'lsa-chi, endi nima qilamiz? Ularga qarab o'tiramizmi endi? Qayerda bor bundan ib o'tkazganini birinchi isbotlashingiz kerak. Siz tushunmagan narsalar kimnidir bundan ib o'tkazib oldi degan xulosani bermaydi. Bir, ikkinchidan agar o'shanday bo'lgan taqdirda ham siz o'zingiz fatvo berishga haqqingiz yo'q. Alloh subhanahu va taolo o'zingiz bo'lsa ham jang qiling degan. Qatta. O'zingiz yagona so'z o'zingiz bo'lsa jang paytida bu oyat Badrdagi jang bo'lmasa nima bo'lyapti? To'y bo'lmayapti. Yo'q, ular bilan shartnoma bor. Shartnoma butun musulmonlar shartnoma buzilgan. Kim buzdi uni? Biz buzdik, ular buzdi. Yo'q, siz kimsiz deyapman. Siz islom ummatini ya'ni ifoda qiladigan, siz gapirsangiz hamma sizga ergashib o'tadigan ish yo'q bitta. Islom ummatini tamomiy jamoati bor. Hozir bitta o'ziz bo'lsa ham oliy qilish kerak-ku, to'g'ri. Oliy qilaman deb oyoq osti qilib qo'yapti-chi. Qayerga borsangiz mu'minlar xormi? Hech ham xor emas. Mu'min xor bo'lishi mumkin emas. Siz Qur'onda oyat bor. Qur'onda oyat bor. O'zim yurganman, juda ko'p yurtlarni ko'rganman men. Qur'ondagi oyatga qarshi chiqyapsiz. Do'stim, Qur'ondagi oyatga qarshi chiqyapsiz. Mo'min odam xor bo'lmaydi. Mana biz oliy qilaylik Robbimizni. Bir dona kalimasi bo'lsa oliy qilyapsiz-da, oliy qilolmayapsiz-da. Nima qilyapsiz? Siz qayerga borsa oliy bo'lmayapti. Afg'oniston oliy bo'lmadimi? Siz Afg'onga bordingizmi? Afg'onda bo'lmasa ham bizni birodarlarimiz bilmaysizmi Afg'ondagilar? Afg'on sizni qabul qilmaydi. Gaplashib turamiz ular bilan. Birodarlarim bor, aloqada maqlayman. Biz ham gaplashib turamiz. Afg'on birinchi bizga keldi, bilasizmi? Endi bo'ldi, Afg'oniston endi sal oyoqqa turgandan keyin birodarlar bo'ladi. Endi ularga nima qilasizlar? Yo'q. Afg'oniston sizning oldingizga borgani yo'q. Afg'oniston Amerika chiqib ketishdan oldin birinchi bizning oldimizga keldi, O'zbekistonga keldi. Birinchi biz O'zbekka kelib, hamma o'tkazib qo'yib ketdi-yu. Nima deganim? Endi aytyapman-da, so'q bir qari soqoli bilan keldi, uzun yaxtaylar, tapchilar bilan keldi, zo'r kuch oldilar, oldin qamardilar. Kim bu? Endi Qanaqa qilib elchini qamaydi? Qaysi elchini qamagan? Biron
yerda siyosat bilan bir mo'minni ozod qilganini ko'rganmisiz? Bir yerga ega bo'lganini ko'rganmisiz? Ha? Ko'rdim. Faqat jang bilan bo'lmagan. Yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam janglar bilan. Yo'q. Salohiddin Ayyubiy rahimahulloh jang bilan olmadimi falastin? Yo'q, Falastinni oldida siz hozir siyosat qilganlari ham borda. Siyosat qilganlari ham borda. Masalan deylik, Indoneziya bilan Malayziyada umuman jang bo'lmagan. 99% musulmon aholi shunda qabul qilgan. Jang bo'lmagan. Endi musulmon kuchi bilan borganiga haybat ko'rgandan keyin hammasi o'tiradi. Yo'q, haybat bilan bo'lmagan, tijoratchilar bordi. Tashlaydi bular deydi. Yo'q, qurol bilan bormagan. Qurol bilan bormagan, tijorat uchun borishgan ular. Tijorat qilib Rossiyaga borib Ay kallangdan akang aylansin. Kallangizdan. O'zi mana shu kallali odamlar yuribdi shu tomonda. Ongni qaranglar. Hozir hech qanaqa kalla. Bu yerda men biroz asabiylashib ketyapman. Asabiylashmang-da. Hozir mana shu kofirni yonma olayotganda asabiylashib. Hozir kofir yonma oldim. Asabiymiz. Sizni tarafingizda oldim men. Siz oyati karimada oyati karimada vaqatiluhum hatta la takuna fitnatun oyatini fitnani ikkita mo'min o'rtasiga kofir soladigan narsa dedingiz. Tafsirda boshqa narsa bo'lib chiqdi. Fitna degan shirk degan. Hatto shirk bo'lmagunga qadar. Endi bu oyatning davomini aytyapman. Mana javob eshitmayapsiz. Bu oyatni eshitmayapsiz. Men sizga حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يقول قاتلوهم حتى لا يكون الشرك ويكون الدين كله لله حتى يقال لا إله إلا الله عليها قاتل نبي صلى الله عليه وسلم وإليها دعا Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah bu oyatda Arapça aytganingiz bilan bu biz eshittirgan birodarlar tushunmayapti. Necha yuzta turganmiz yani. O'zbekchaga ta'sir qilib ayting. Shuni aytyapman-da, o'sha arabchani tushunmaganingiz uchun borib birovni qo'lida o'zingiz bilmagan holda birovni qo'lida o'yinchoq tosh fitna tugamaguncha siz aytgan qaysi fitna? Va kofirlar shirk qilmaguncha. Hozir endirildingiz-ku. Qani biron bir mamlakat bormi-ki shirk qilmagan? Yo'q. Va in tahaw borku ki oyati davomida. Oyatning davomida va in tahaw kelyapti-ku. Agar to'xtasalar degan. Nimadan to'xtasalar? Qani to'xtagani yo'q-ku. Qani to'xtagan? Shartnoma tuzsa to'xtagan bo'ladi. Shartnoma qilsa to'xtagan bo'ladi. Shartnoma kofirlar bilan shartnoma yo'q. Nimaga yo'q? Payg'ambarimiz Hudaybiyada kim bilan shartnoma qilganlar? Payg'ambarimiz Hudaybiyada kim bilan shartnoma qilganlar? Payg'ambarimiz davridagi kofirlar erkak kofirlar bo'lgan. Nima olib qaraganda hozirgi kofirlar gapira turmaydi, bilmaysizmi? Demak, demak urush bo'lmaydi deb turib, demak kun jang boshlashoradi-yu. Demak, o'sha payg'ambarimiz paytidagi oyatlar hozir ishlamas ekanda sizga. İşlaydi, hammasi ishlaydi. Mana Rasululloh payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ular bilan shartnoma tuzdilar. Hozir siz kofirlar bilan shartnoma yo'q deyapsiz. Siz kimsiz? Siz kimsiz? 2 milliard musulmon. Yo, sizni amiringizni ham ulamolar tan olmaydiki, sizni amiringiz kim? Jo'loniymi? Kim? Jo'loniymi? Jo'loni. Muhammad Jo'loni. Ha? U kishi Turkiya bilan hozir shartnoma tuzdi. Nima bo'ldi? Turkiya bilan shartnoma tuzdi. Ikki dushman bilan urushyapsiz. Ikkita dushmaningiz bor-da. Qaysi birini olasiz? Sal yaxshi bilan shartnoma qilib, yomonni urib olasiz birinchi, keyin uni tashlaysiz. Sizga bu o'yinchoqmi? Uni olaman, keyin uraman, buni olaman deydigan. Do'stim, mana keltiryapman. Siz eshiting. Siz Jo'loni deyapsiz. Shu odam Turkiyani shartnomasi bilan Idlibda hozir realni ishlatyapsizlar. Turkiyani pulini ishlatyapsizlar. Turkiyani pulini ishlatyapsizlar. Basharni kim ishlataylik? Yo'q, sizlar hali Idlib islom davlati deb e'lon qila olgani yo'q. O'shanga e'lon qilamiz. Hali qiladinglarmi? Jang qilib e'lon qildi. Yo, Afg'oniston jang qilayotgan paytida ham islomiy davlat edi.
Ular e'lon qilib qo'ygan. Hozir ham ularga kim bostirib kirsa ham biz islomiy davlatmiz degan e'lon qilib bo'lgan. Siz mana hozir bu yerda ko'pchilik eshitib turibdi-da. Do'stim, e'lon qilmagansizda, demokratik asoslarga amal qilyapsiz. Yo'q, demokratik asoslarga amal qilyapsizlar. Siz bilmaysiz, chunki siz arabchani umuman demokratiyaga amal qilmaymiz, alhamdulillah. Yo'q, Idlibda demokratiya-ku. Idlibda ko'rganda gapirasiz. Men sizni yoningizda o'rtoqlarim bor. Nimaga bilmayman men Suriyada. Sizni yoningizda meni tanishlarim bor. Muhiddin Jabali Turkmanga nimaga chiqib ketdi? Kim? Muhiddin. U siz tanishingizmi u? Yo'q, uni yonidagilar bor, tanishlarim bor. Kim ekan ana shu tanish? Yo'q, aytsam sizlar uni quloq deb so'yasizlar. Biz so'ymay qo'yganmiz. So'ya olmaysizlar-da. Sizga so'y desa so'yasiz. So'y desa so'yasiz. Siz faqat o'tda qo'g'irchoqsiz. Sizni tur desa turasiz, o'tir desa o'tirasiz. Bir robot kelsa robot bo'lasiz. Siz jangda so'yamiz. Nima qilmay hali sizlarga ham so'yamiz inshaalloh. Robbim yetkisin. Hali sizlarga ham so'yamiz. Bitta SMBga qaratib qo'yib, bittasiga qaratib qo'yib, bitta SMBdan bittasidan qilib so'yib ketamiz. Hali u kunlarga ham mos qolyapti inshaalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha fitnalar haqidagi hadisda, mutawatir hadis deydi ulamolar. O'sha bir jamoat chiqadi, yosh bo'ladi, aqli past bo'ladi, bizni tilimizda gapiradi, xoyrul bariya bo'ladi, xoyrul bariyani gapini gapiradi, musulmonlarning gapini gapiradi, lekin butparastlarga tegmaydi, musulmonlarni o'ldiradi deganlar. Payg'ambar alayhissalom. Ya'ni biz musulmonmiz. Qur'on haqida, oyat haqida gaplashyapmiz. Oyat haqida savol beryapti. Hozir ovozimni o'chirib qo'ydim. Oyat haqida savol beryapti. Savolda fitna hatto fitna bo'lmagunga qadar jang qilishga buyurilganmiz. Mana shu oyatni eshitib keldim deyapti. Men unga aytayapmanki, "Hey do'stim, mana shu oyatni noto'g'ri tushgan bo'lsangiz, tushungan bo'lsangiz, hozir tavba qilib qaytasizmi desam, dovdirab qolyapti. Nimaga? Bular to'g'ri narsani ko'rsatib bergan taqdiringizda ham orqaga qaytmaydi. Nimaga? Chunki samimiylik yo'q, xolislik yo'q. Bular qo'lga tushgan odamlar. Qur'ondagi oyat u aytayotgan fitna emas ekan, shirk ekan. Bu oyatning sababi nuzuliga ham kelyaptimi? Bu oyat nimaga nozil bo'ldi? Nima sababdan nozil bo'ldi bu oyat? Bu oyatning makoni, manzili qatga aloqador. Yuqorida savol berdi, e'tibor bergan bo'lsanglar. Yuqorida nima dedi? Oyatning hammasiga amal qilsak bo'laveradimi dedi. Men aytdim, mutlaqi bor, muqayyadi bor, to'g'rimi? Nasx bor, mansx bor, bu om bor, xos bor. Bularni gapirsam yo'q deyapti, o'tib ketdi. Endi qaranglar. Mana bu oyatlar dastlab Badrdagi jangga aloqador, Uhuddagi jangga aloqador. Badrda, Uhudda nima bo'ldi? Payg'ambar alayhissalatu vassalomning 300 dan oshiq sahobalariga 1000 dan oshiq kofirlar ro'baro kelib qoldi. Ana shu vaziyatda ular bilan hatto bu fitna bo'lmagunga qadar urushinglar deyapti. Alloh taolo. Urush vaziyati. Lekin Makka mushriklarini bizga taqqos qilyapti. Bir kun boramiz, O'zbekistonda sizlarni so'yamiz deyapti. Biz Makka mushriklarimiz bularning nazdida. Bular o'zi birodarlar eksponat. Mana siz uchun bo'lyapti bu narsalar. Siz buni vaziyatini ko'rib, bu holatni o'rganib, demak, mana shu vaziyatga tushsak, kallamiz shunaqa holatga tushib qolsa, demak, birovlarning qo'lida mardikor bo'lib qolar ekanmiz. Deyishingiz uchun buni eksponat qilib ko'rsatyapman. Ko'rayotganlardan 99.9% odam ko'rib turibdi. Bu odamda haqiqatni isbotlab bergan taqdiringizda ham qabul qilmaslik instinkti bor. Samimiy odamlar emas. Mana shularning ajdodi aytgan payg'ambar alayhissalatu vassalomga kelib adolat qil degan. Shularni ajdodlari borib Hazrati Aliga qarab, sen kofir bo'lding degan. Tavba qil degan. Bo'lmasa senga qarshi jang e'lon qilamiz degan. Mana hozir bizning ahvolimizda bizni shirk mushrik deyapti. So'yamiz deyapti. O'zbekistonda qatdan fatvo oladi bular? Kim bularga? Kim bularga fatvo beradi? Qayerda fatvo bergan bularga? Bizni Muhammad Javloniy bizniki deyapti.
Voy Muhammad Javloniy Turkiya bilan kelishdi. Turkiya bilan kelishgan shartnomasi bo'yicha nimaga Turkiyani urmayapti? Chunki kelishdi. Demak, kelishgandan keyin urib bo'lmaydimi? Ha. Butun musulmonlar kelishgan masalaga bitta Girgitton kirib olib buzishga haqqi yo'q. Girgittonjon, haqqingiz yo'q sizlar. Mana shu oyatni bildik, arabchasini bilmaymiz, o'zbekchasini eshitib keldik. Demak, lo'q bo'ldingiz. Kechirasiz-ku, sizni lo'q qilishdi demak. U oyat urush vaziyatiga tegishli. Ha, urush bo'lyapti-yu. Siz o'sha yerdan ketsangiz, ular kelishib oladi. Sizni misol qilib urush qilishyapti. Mana. O'zi siyosiy, geopolitik vaziyat. Bashar Asadni strukturasini, mana hozir Qozog'istonda bo'lgan hodisani arab bahori qilib O'rta Sharqda amalga oshirishgan edi. O'rta Sharqda Yamanni rasvo qilishdi, Iroqni rasvo qilishdi, Iordaniyaniga hujum qilishdi, hamma narsani ko'tarishdi, xalqni ko'tarishdi. Xalq, Jayshul Hur demokratik jamoat. Bular bilan birga hozir. Demokratiyani qo'llagan jamoat. Ular Bashar Asad ketsin, so'z erkinligi deb miting qilib chiqishdi. Miting natijasida mana Qozog'istonda miting qilib chiqishdi-yu, ha? Chiqdi, ha? Gazni kamaytirib ber, svetni kamaytirib ber dedi. Narxini, benzinni kamaytir. Bo'pti desa, orqasidan jang boshlanib ketdi. Qurol tarqatishyapti. Videolar turibdi, mashina 5 nomer mashinalar kelib qurol tarqatyapti. Olib otish boshlanyapti. Nima bo'ladi bu? Mana shu agar hozir shu o'tni alangalatib olsa, mana unga o'xshagan bolalarni o'sha joyga jamlab olsa, ketdi. O'rta Osiyo bahori deb boshlashadi. Xuddi shunaqa boshlashdi. Orqadan anglichalar, ularda anglichalar pul berdi, qurol berdi. Jayshul Hurri ayta orqalarimiz dedi. Jayshul Hurri kattalari Angliyaga borib ofisda o'tirib olib boshqardi bularni. Jang ko'tarilib ketdi, urush bo'lib ketdi. Bashar Asad qochib ketmadi. Qolganlar qochib ketdi-da bir ikkitasi. Bashar Asad qochib ketmadi. Rossiya kelib yordam berdi. Chunki shartnomalar bor. O'sha shartnomalarni buzib bo'lmaydi. Musulmon hech qachon buzishi mumkin emas. Kofir buzsa wala taxun man xonaka deganlar payg'ambar alayhisalom. Xiyonat qilganga xiyonat qilma deganlar. Musulmon buzmaydi. Hudaybiyada 10 ta sulhni tuzganlaridan keyin Abu Jandal zanjirlarni sudrab kelgan. Kelib yo Allohning rasuli men musulmonman, qochib keldim deganda payg'ambarim aytganlar, men shartnomaga qo'l qo'yganman, sen qaytasan deganlar. Mushriklarga berib olganlar Abu Jandal musulmon edi. Berib olganlar, men shartnomaga qo'l qo'yganman, buzmayman deganlar. Desam nima deyapti? U paytda Rasululloh paytida shunaqa bo'lganda, kofirlar erkak bo'lgan deydi. Boshida nima deyatdi? O'sha paytdagi Qur'on hozir ham amal qiladimi deyatdi. Bitta aylanib, o'sha paytdagi payg'ambarimizning sunnatlari hozir amal qilmay qoldi bunga. Hozir shartnomani buzaveramiz deyapti. Keyin nima bo'ldi? Keyin do'stim birodarim. Keyin o'sha jangi jadaldan Jayshul Hurni kattalari pushaymon qildi. Aytdiki, biz endi Asadni bosib hukumatini olamiz deganimizda qurolga olib qo'yishdi, bermay qo'yishdi bizga. Qirilib ketdi qancha bolalarimiz. Keyin atrof chekadan jamoatlar ko'p edi. Ishib chiqarishdi, Iroqni rasvo qilishdi. Jayshul Hur alohida jamoat, Jabhatun Nusra, Ahror Shom bor, ha? Hay'atut Tahrir Shom bor. Bular hammasi jamoalar parokanda bo'lib turgandi. Bularni bitta jamlandida ularga odam chaqirish boshladi. O'zbeklar O'zbekistonga chaqirdi. Alloh rahmat qilsin. Vafot etib ketdi Abdulloh Buxoriy. To'xtamay chaqirardi. Turkiyaga boradi, ularning gapi bilan kirib ketadi. Abdulloh Zufar to'xtamay IShIDga chaqirdi o'sha paytda. Bu da'vatchilar, o'tirgan xavorijlar chaqirishdi. Demokratik huquqlar bilan boshlangan janjal jihod nomiga aylantirildi. Nimaga? Jihod nomiga aylantirilsa, urush davomiyroq bo'ladi, uzoqroq yoradi, ko'proq odam o'ldiriladi. IShID proyektini qovoq ari uyasi deb nomlagan. Buni tuzgan odamlar. Nimaga? Hamma yig'ilib keladi, bitta o't qo'yib yuboradi. Endi birodarlar, do'stlarim, mana shu odamning gapini eshityapsiz. Bola bu. Gapini eshityapsizmi? Mana shu oyatga ko'ra keldim deyapti.
oyatga ko'ra buni gapi noto'g'ri bo'lib chiqyapti. Endi nima qilish kerak? Samimiy bo'lsa tavba qilish kerak. Tavba qilish kerak, samimiy bo'lsa. Agar samimiy bo'lmasa, bu gapirib aylantirdi deb qo'yadi. Men aylantirganim yo'q. Oyatni o'zim javobini berdim. Sababi nuzulni aytdim. Sababi bor buni. Janjal bo'lib turgan paytida ular bilan to shu to'xtaguncha jang qilasiz. To'xtasa shartnoma qilsa jang qilinmaydi. Hatto shirk to'xtaguncha jang qilasiz deyaptimi ha? Qur'onda boshqa oyatda Wal muhsanatu minallazina utul kitaba min qablikum degan, sizlardan oldingi muhsanot bo'lgan, zino qilmagan ahli kitoblarning ayollariga uylaninglar degan. Halol degan. Ya'ni ularning nikohi halol degan. Ular Isoni Allohning o'g'li deydi, mushrik. Lekin nikohi joiz. Boshqa amallari qabul qilmaymiz, nikohni shariat joiz deyapti. Bu oyatni umumiy tushunib olsa nima bo'ladi? Qur'onda mana bu oyatiga qarshi ketgan bo'ladi. E'tibor beryapsizlarmi? Qur'on oyatlari, hadis shariflarida qatlga tegishli, jihodga tegishli masalalarni ko'tarib yurgan odamlarning saviyasini ko'ringlar. Endi bu bechorani ovozidan tanib qolishsa, ichkaridagi odamlari buni xafa qilishadi. Nimaga? Saviyang yetmasa nima qilasan kirib deydi. Qovun churib rasvo qilding-ku deydi. Bilmagan narsangni nima qilasan shu bilan gaplashib deydi. Buni xabari keladi hali. Inshaalloh u yoqda bizning birodarlarimiz bor. U birodarlarimiz dastlab shunga o'xshagan bo'lgan. Bizni yomon ko'rgan, gapimizni qabul qilmagan, borib qolgan, qo'li bir ikkitasini qonga botgan. Endi qaytaman desa sen quloqsan deb uni mazasini qochirishyapti. Bir qanchasini. Vaziyatni ko'ryapti-da, nima qilyapti? Majbur yurib o'shyapti. Vaziyatni menga o'zlari chiqib aytishyapti. O'zlari. Mana shu ahvoldamiz deyapti. Men ba'zi jamoalar bilan gaplashdim, kelishdim hattoki. Ba'zi jamoalar bilan. Nima deb? Ba'zi jamoalar Idlibdan Turkiyaga o'tmoqchi bo'lgan birodarlarimizni olib chiqib berish harakatida. Turkiyaga kelgandan keyin u yoqdan O'zbekistonga kelish yo'liga yordamlashaylik deyapti. Ya'ni bunaqalar bor, shu ichkarida o'zida. Bolalar bechoralar, bular bechoralar qurbon odamlar mana shular. Idlibda Turkiyaning lirasini ishlatyapsizlar desam, nima qilaylik, uni ishlataylikmi deyapti. Asadni ishlataylikmi deyapti. O do'stlar, Idlib Suriyaning joyi edi. Turkiya oldi uni. Bu gapni o'sha ichkarida yurgan, Idlibda yurgan katta-kattalar bor-ku, o Jabal Turkmanga chiqib ketgan Kavkaz jamoasi, Uyg'urlar jamoasi kattalar shuni e'tiroz qilyapti. Turkiyaga biz asl tushib bo'ldik-ku, biz nima qilamiz bunaqa ishni deyapti. Qayoqqa boramiz bu bilan oqibatda deyapti. Buni tushunmaydi bular. Turkiya siyosati o'zini geopolitik rejasi bor. Turkiyani Lozan shartnomasi bor. Turkiyani Suriya bilan o'rtasida oldi berdisi bor. Yunonda tuzilgan shartnoma bor, Savur shartnomalari bor. O'sha shartnoma asosida ketyapti Turkiya. Chegarasida bo'ladigan hodisalarni imkon qadar yollanma. Mana bu bechoralarga o'xshagan bolalar bilan hal qilsa Turkiyaning davlatiga foyda. Nimaga? U bechora agar bir joyda o'lib ketsa, hech kim buni orqasidan yig'lab borib hukumatga muammo qilmaydi. Lekin Turkiyaning o'zining askarlari bularni o'rniga olib halok bo'lsa, ota-onasi chiqadi miting qilib. Ota-onasi chiqadi. Muammo tug'iladi. O'sha muammoni yengil yechimlardan bittasi mana bu jamoalarni Hay'atut Tahrir Shom jamoasini ostida ushlab nazorat qilish. Hay'aga itoat qilmaganligi uchun urdi Hay'a. Men yaqinda ko'rsatdim sizlarga. Qancha birodarlarni urdi. Hay'a urdi. Mana shu bolalar ham borib turgan musulmonlarni urgan. Buni tushunish uchun saviya kerak. Bu bechoralarda saviya yo'q. Nima qilamiz endi? Bu bechoralarda saviya yo'q. Men bitta narsa ko'rsatay deyman, bu yerda. Ustoz Abu Saloh. Tabbay. Abu Saloh o'zida ham so'rashi davom qilgan. Abu Saloh haqida gapirdim men o'tgan safar. Menga telefon beringlar. Qo'yib beraman. Ayollar, singillarimiz nima dedi hozir?
Singillarimiz nima dedi? Beyler sizlar chiqib ketsalar bizni zo'rlaydi deb aytdi. Shunaqami? Hozir ko'ramiz. Hozir ko'ramiz. O'sha singillarimiz nima deganini qo'yib beraman hozir. Hozir. Hop, mana bu yerda bitta Rayhona Bono degan qiz yozyapti. Ahmadiylarni chorlik qildinglar, javob bera olmasdan kofir qiyomat kuni. Javob berdik-ku. Javob berasizlar. Javob berdik-ku. Javobni eshitish uchun sizga kerak. Biz ham jonlidan ko'rsatamiz birodarlar. O'zingizga to'qib olgansizlar deyapti. Labba? Mana. واستعانته بمارتن سميث وأردوغان والمعابر والمساعدات الأمريكية له لن تثنينا عن هدف إسقاط النظام الذي يعمل على حراسته وحمايته فقد خرجنا على طاغية كبشار ولن يعجزنا بعض الصبيان كالجولاني ومخابراته الجوية. Erdo'g'on va Kersmers degan o'sha Amerikani maxsus odamlari ga xizmat qilayotganinglarni deyapti bu ayollar. Hamma ko'rib bilib turibdi deyapti. Biz tog'ut bo'lgan Bashor Asadga qarshi chiqqan edik. Bizni yosh bolalar, mana Jo'loniyga o'xshagan yosh bolalar bizni ajablantira olmaydi. Ya'ni nima demoqchi? Bularni qilayotgan ishi to'g'ri emas deyapti. Bizni himoya qilishinglar kerak edi deyapti. Bu Idlibdagi ayollarning o'zi. Ularning boshida turgan Qahtoniy ham. ونكمل الطريق لإسقاط النظام الذي لم يعد من أهداف هؤلاء. أخيرا يا عناصر الهيئة، ألا ترون كل هذا الارتباط؟ ألا ترون كل هذا وكل تلك الضرائب المحرمة؟ Har bitta aloqani oxirida aytaman deyapti. Bularning o'rtasidagi aloqani ko'rmayapsizlarmi? Turkiya bilan Jo'loniy o'rtasida, Qahtoniy o'rtasida, Erdo'g'on bilan Amerikaning o'rtasidagi aloqalarni ko'rmayapsizlarmi? Sizlar bizni himoyamiz qilmayapsizlar-ku deyapti. Oxirida aytadi: "Alaysa fikum rajulun rashid." ألا ترون شتم النساء واعتقال المجاهدين؟ Ala tarawna shatman nisa va atiqa'il mujahidin deyapti. Ha, o'sha Turkiyaning askarlari bizni ayollarimizni so'kayotganini, erkaklarimizni qamayotganini ko'rmayapsizlarmi? Ayollar aytayapti. ألا ترون الذل عند أعتاب الضابط التركي والهوان عند إطارات الدوريات الروسية التي O'zi musulmon xor bo'lmaydi. U gapni eshitgani yo'q mana bola. Asli musulmon xor bo'lmaydi, lekin bu ayol aytayaptiki, ko'rmayapsizlarmi? Turkiyaning askarlarini oldida o'sha Idlibda yurgan ayollarimiz, bolalarimiz, erkaklarimiz xor, havon bo'lib, ya'ni oyoq osti bo'lib yotganini ko'rmayapsizlarmi? يحرسها فصيلكم أليس فيكم رجل رشيد؟ Axir sizlar ularni himoya qilishinglar kerak edi-ku. Sizlar himoya qilishinglar kerak edi-ku. Lekin sizlarning ichingizda biror dona to'g'ri odam bormi deyapti. Sizlarning ichingizda biror dona to'g'ri odam bormi deyapti. Mana ularga qarshi chiqqan odamning ahvoli, musulmon odam bu. Ularga qarshi chiqqan o'sha Hay'at Tahrir Shomga qarshi chiqqan bolaning ahvoli. Mana shu bola. Mana Jabal Turkmandagi musulmonlarni uryapti. Hay'at Tahrir Shom. Mana u bechora mardikorlarni ishlatyapti shunda. Mana u amir o'lgan holat. O'ldirishdi uni. Bular bizni so'yamiz deyapti-yu, o'zlarining ichida bir-birini so'yib, bir-birini o'ldiryapti. Endi hammasi emasda, insof qilaylik-da, bu bolalar ularga qarshi chiqqani uchun. Yo'q, sizlar demokratiyaga qarab ketyapsizlar. Biz islom davlatini e'lon qilishimiz kerak deganlar bular.
Baqda yozyapti. Al-Amirul Kalb Abu Husayn Urduni. Mana. Al-Amirul Kalb Abu Husayn al-Urduni. Al-Amirul Kalb deyapti. Bizni haqorat qilayotganiga ajablanmang. O'zlarini ichidagi amirlarni ham kalb deyapti. It bu deyapti. Abul Husayn Urduni. Mujohid, buni ham mujohid deydi o'zini. Uni ham mujohid deydi. Al-Halik Marwan Abu al-Mu'tasim. Al-Halik deyapti. Halok bo'lgur, haqorat qilyapti. Al-Amirul Kalb Abu Qutayba Zulyat al-Maqtu'a. Ikki qo'li kesilgan Abu Qutayba it amir deyapti. Mana. Sizlar teskari ko'rsatyapti-da. Lekin men shuni o'qib beryapman. Bularni deyarli hammasini o'ldirishdi. Hammasini o'ldirishdi deyarli. Videolar ham bor. Sizlarga uni qo'ymay 21lik. Xo'p. Ana bola gapimizni eshitmaganiga o'chirib qo'yadi, men chiqib ketdi shekilli-ga. Ha, chiqib ketdi. Bu videoni ko'rishadi, ko'rib turibdi. Hozir yana kimdir orada gap qo'shyapti-yu, ovoz berasiz menga. Qiz boradi, yo'q, men gapirmayman. Yo'q, u qizga emas. Mana bilan gaplashayotganimda salom berdi-da, u ham o'sha atrofda o'tirganga o'xshadi. Bu qizimizga o'shani mikrofonni o'zidan gapirdi. O'sha telefonni o'zidan kelib shekilli ovoz. Qizimizga aytib qo'yaylik, biz qochilganimiz yo'q. Mana bu bolani ham boshida ovoz beryapti, savol beryapti, oyatdan savol beryapti-da, javob berishni boshlasam, u Rossiya, singillarimiz, Bashor Asad qilib boshqa mavzularga sakrab ketyapti. Oyatga javob berishni boshlaganimizda, oyatda xato tushunganligini aytsak, yana boshqa tomonga sakrab ketyapti. Demak, birodarlar, ba'zi odamlar gapni olmaydi. Olmagani uchun uni biz vaqt o'tkazib, gapni aylantirib o'tirishligiga imkon berishimizni ma'nosi, mantig'i, matrasi qolmaydi. Biz nima qildik? U ana fe bilan turuvdi-ku, hozir ovozini ochib qo'ydim. Ana qani akasi, shu-yerdami? Ular men kirmasimdan oldin nima deyatdi? Bismillah. Iso alayhissalom o'lgan. Qur'onda o'lganligini aytgan deyatdi, to'g'rimi? Men kirib aytdim. Iso alayhissalom o'lgan degan oyatni keltir. Desam, inni mutavaffikani keltiryapti. Xo'p, shu inni mutavaffikani Ibn Abbos inni mumituka degan. Mana Maturidining tafsirida aytgan deyapti. Xo'p. Bitta shu emas-ku. Keling buni batafsil o'rganamiz. Nimaga siz o'zingizga xohlagan narsanigina chinchilab olib, o'sha yerdan foydalanyapsiz? Insof. Ilmni nimasi bor? Nomusi bor. Ilmga amal qilishimiz kerak, ilmni hammasini olishimiz kerak. Alloh taolo Qur'onda nima dedi? Atakfuruna bi ba'dil kitabi va atu'minuna bi ba'dil kitabi va takfuruna bi ba'd. Kitobni ba'zisiga iymon keltirib, ba'zisiga kofir bo'lasizlarmi? Tamomiy o'rganmaymizmi hammasini? Mutavaffiga qayerda kelgan bo'lsa, hammasini o'rganmaymizmi? Nimaga o'ziga kerak joyini olib turib, shunga urg'u beryapti va bizni aldayapti. Agar men shuni o'qib bermasam, ko'p odam o'ylaydiki, ha, Abror Muxtor Ali Ibn Abbosning gapini ko'rmagan ekanda deydi. Ko'rganmiz. Ibn Abbos radhiyallohu anhumoning gapi bitta gap. Uni davomi ham bor. 3 soat o'ldirganiga ishlatiladi bu gap deyapti. Lekin qayta tiriltirgan deyapti. O'shaylar o'sha tafsirlar. Endi biz masalaga ilmiy yondashaylikmi yoki nafsoniymi? Bahsdan maqsad kimnidir mot qilib qo'yishmi? Yo'q. Ilmiy yondashamiz. Qabul qilganlarga Allohning rahmati bo'lsin. Qabul qilmaganlarga iloji yo'q. Payg'ambar tushuntira olmagan. Boshqani qo'yavering. Payg'ambar tushuntirganda, payg'ambarning gapini olmagan. Biz kimmiz? Olmaydi, zotan olmaydi ular. Hop. Ana fe chiqib ketdimi? Fe turadi-yu. Bu islomni o'sha husnul xulq ekanligi, Malayziya bilan Indoneziyaga islom qurol bilan bormagan desam, ha, borgan, qo'rqitib kirgizgan deyapti. Islomni qo'rqitib kirgizishlikdan maqsad yo'q. Islomning ilohiy ta'limotligini ma'nosi yo'qolib qoladi. Bir jamoatni qo'rqitib islomga kirgizsangiz, nima bo'ladi? Josus tayyorlaysiz. Qo'rqib oldingizda musulmon bo'lib turadi, ertaga imkon topdi deguncha ichkaridan xiyonat qiladi.
Islomda majburlash yo'q. Bular qo'liga qurol ko'tarib olib, butun islom shu majburlab olib kirilgan deb o'ylasa kerak. Shunaqa tushuntirilgan bularga. Sen otasan bo'ldi. Musulmon bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa o'ldirasan. Bunaqa gap yo'q. Bunaqa dunyo yo'q. Tili bilan la ilaha illalloh deb qo'ysa, jangda. Usama ibn Zayd radhiyallohu anhu, Imom Buxoriyda kelgan hadis. Ikkita odam Usama bilan yonlaridagi odam burchakka qisishgan, bir mushrikni. Qisilib qolib, yengilishini bilganda tashab qurolni la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan. Deganda Usama uni o'ldirganlar. Qo'rqqanidan aytdi deb. Keyin kelib payg'ambar alayhissalatu vassalomga vaziyatni aytganlarida Usamaga qarab, "Sen uni qalbini yorib ko'rdingmi?" deganlar. Qiyomatda sen la ilaha illallohdan so'ralsang nima qilasan deganlar. Nima qilasan? Qanaqa javob berasan? Aytaverganlar, gapiraverganlar. Usama aytadilarki, shoyat shu kungacha musulmon bo'lmaganimda edi deb deyordim deganlar. Shunaqa katta xato qilganman deganlar. Shunaqa katta xato. Bitta mushrikni jang maydonida kalima keltirib qo'ygani uchun, o'ldirib qo'ygani uchun shunaqa ta'na eshitgan. Vaholanki Usamaning laqabi Xib ibn Xib. Rasulullohning eng yaxshi ko'rgan sahobalaridan Zaydni o'g'li. Uni ham yaxshi ko'rardilar. Odamlar o'rtacha qilmoqchi bo'lsa, ya'ni bir o'rtaga Rasulullohga odam qo'ymoqchi bo'lsa, Usamani qo'yishardi. Usama sen bor ayt, Rasululloh seni yaxshi ko'radi dedilar. Shu odam pushaymon qilgan. Bular to'g'ridan to'g'ri sizni meni borib so'yaman deyapti. O'zbekistonga kelsak hammani so'yamiz deyapti. Gapni qarang. Bular manqurt bo'lib qolgan. Bechoralarning ahvoli shu darajadaki manqurt ekanligini bilmaydi. Shu darajada manqurt. Jaholat ikki xil bo'ladi. Jaholat. Bittasi bor. La yadri va yadri annahu la yadri. Bir odam bor bilmaydi, johil. Lekin bilmasligini, johilligini biladi. To'g'ri, men bilmayman deydi. To'g'risini ko'rsatsangiz sidoya topib ketadi. Endi bir toifa bor, la yadri va la yadri annahu la yadri. Bir odam bilmaydi, lekin bilmasligini ham bilmaydi. Bilaman deb o'ylaydi. Hozir Qur'onning oyatini falon oyatga qarab keldim deyapti. Oyatni o'qib ko'rsak, u oyatga ko'ra Suriyaga borish mumkin emas ekan. Nimaga? Suriya bilan shartnoma bor. Musulmon mamlakat. Hammasini mutlaq kofir deb bo'lmaydi. Alini xudo desa, Zaynab onamizni xudo desa kofir u. U shaxslar to'g'risida deyapti, lekin jamiyat kofir emas. Suriyada qancha madrasa bor edi? Suriyada qancha masjidlar bor edi? Qancha sunniylar bor? Hammasi Ramazon bo'tini mana shu jaholat bilan o'ldirishdi. Bizniki to'g'ri deyishdi. Bular ham shunaqa deyapti. Shuning uchun do'stlar, birodarlar, ilmga ergashaverishimiz kerak. Menimcha suhbatimiz shu yerda tugatamiz. Xo'p, ustoz juda ko'pchilik duo so'ragan, oxirida suhbat oxirida ota-onasi haqqiga, o'zlariga, ishi haqqiga duo qilamiz. Alloh subhanahu va taolo barcha duo umidida yurgan birodarlarimizni ham, shular qatorida o'zimizni ham qalblarimizda Allohdan so'ragan niyatlarimiz bor. Biz o'ylaymiz yaxshilik deb. Alloh taolo bizga yaxshilikni ato qilsin. Alloh biladi nima yaxshilikligini. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allohdan nimani so'ragan bo'lsalar, Allohdan o'shani so'raymiz. Nimadan panoh tilagan bo'lsalar, o'shandan panoh tilaymiz. Dunyoda iymon, islom bilan hayot kechirishimizni, dunyodan iymonimiz salomat holda o'tishligimizni, qabr azobidan omonda bo'lishligimizni, sirotdan mustahkam o'tishligimizni, hisob kitobdan oson o'tishimizni, jannatdagi ulkan maqomlarga erishishimizni Alloh taolo nasib qilsin. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan jannatda diydorlashni nasib qilsin. Dunyo ehtiyojlarimizdan farzand talabida turganlar bor, uylanmoqchi bo'layotganlar bor, turmush qurmoqchi bo'lganlar bor. Barchalarga Alloh taolo iymoniy saodat ato qilsin. Musulmon odam xor bo'lmaydi dedim, aytib ketay shuni, ammo bolaga kerak emas, biz bilib qo'yishimiz kerak. Asosan musulmonlar ichida musulmonlar xor bo'lib ketdi degan gap bilan gap boshlaydigan jamoatlar ahli sunna va jamoadan chiqib ketgan jamoatlar bo'lgan. Har doim. Masalan, hizbiy bilan gaplashsangiz aytadiki, musulmonlar hozir xor bo'lib ketdi deydi. Shunaqami? Ha, mana falon joyda xor, piston joyda xor deydi. Nima qilish kerak? Bizga ergashinglar, biz aziz qilamiz deydi.
Suriyaga borganlar falon joyda xor, piston joyda xor deyapti. Ey, musulmon xor bo'lmaydi. Qur'onda oyat bor. Alloh taolo va la tahinu va la tahzanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin degan. Mahzun bo'lmanglar, tushkunlikka tushmanglar. Sizlar oliysizlar agar mo'min bo'lsanglar degan. Mo'min bo'lsak oliymiz birodarlar. Xor bo'lmaydi musulmonlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalatu vassalomni ko'rib ko'chada bekilganlar. Berkinganlar. Keyinchalik ko'rganlarni nimaga berkinding falon kuni mendan deganda, yo Allohning rasuli men g'usl vojib edi, junub edi. O'shaning uchun najas edim deganlar. Najas edim, shuning uchun siz bilan ko'rishmay bekindim degan. Shunda payg'ambar alayhisalom al-mu'min la yanjas deganlar. Mo'min najas bo'lmaydi. Mo'min xor bo'lmaydi. Mo'min aziz. Agar mo'min bo'lsa oliy bo'ladi mo'min. U ham bitta dars bo'lsin birodarlar hammamizga. Endi vaqt sal kech bo'lib qoldi. Bu javob bor, javob beraman deb anaqa keldi deyapti. Ayubxon degani javob bera olmaydi birodarlar. Gapni aylantiradi faqat. Agar madaniy suhbat bo'ladigan bo'lsa, alohida bir kun o'tirib gaplashamiz. Har bitta mavzuni o'tirib, faqat tafsiloti bilan gaplashamiz. Berilgan savolni aylantirmasa gaplashamiz. Aylantiradigan bo'lsa, bularni zotan shu aylantirish bilan bitta yarimta odamni ovlashni reja qiladi xolos bular. Yana nima deyapti? Biz Angliyaning odam emasmiz deyapti. Angliyaning odami bo'la olmaysizlar. Angliya sizga pul tikmaydi. Angliya sizni ishlatadi. Angliya sizni ishlatadi. Siz qayerda qo'yib ko'rgansiz axlat qog'ozi falonchiga tegishliligini? Siz tegishli bo'lmaysiz siz. Sizni ishlatiladigan mardikorsiz. Kerak bo'lsa qurbon bolasi ichkarida. Sizni ustingizdan siyosiy o'yin o'ynaladi. Kerak bo'lmagan paytingizda sizga hech kim qaramaydi. Siz kimsiz? Hech kim emassiz. Angliyaning odamiman deb o'zingizni biz unaqa deyotganimiz yo'q. Lekin sizdan foydalanish kerak bo'lsa, kim foydalanadi? Musulmonlarga muxolif odamlar foydalanadi. Musulmonlarga muxolif odamlarning kimligini yaxshi bilamiz. Subhanakallahumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.